Hozirgidek vaqtlarda yangi chiqqan jusay va palaklardan foydalanib, tish chürük ham nayt yeyishlik bo'lgan pöri qilish usuluna keldim. Yurakdan birini besib etsanglar, qilish usulimi nayt oddiy bir liqitim ko'rsangiz chuqur bugun alaysiz, samsa gurish boshlanib ketdik. Avval sizlarga tuvan baat faoliyat qilib turayotgan ximirchi g'urish mashinamizga 2 qacha uniga 20 qoshiq tuz, 1 tal tuxum chaqib, ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib ximirchi g'urish to'g'rilab qo'yamiz. Ondan bozordan akirgan 3 tal xo'rozning tuxumini chaqib, rosa aralashtirayotgandan keyin qozonga muvofiq miqdorda moy qo'yib, tuxumni to'kib normal alat zali qilib bilib olgandan keyin jusay va palakni ushshaq to'g'rab olamiz. Cho'ng kishiligi suratdagidek mana bu shalati bo'lsa, nayt o'lchamlik bo'ladi. Ondan baya tayyor qilib olgan tuxum, oz miqdorda tuz va cho'ng ustamning qiymli taom testi qo'sini bir qo'shib solamiz. Cho'ng ustamning cho'nligi bor deb qiymli taom testi qo'sini purga alayit kuchli bo'lib, ta'mi nayt yaxshi chiqadi. Aralab ko'rib misha kapslar tuqqanlar ajrimga haqsiz yurakdan birini besib qo'ysanglar, shu qo'llagan tuqqanlarimning tini salomat bo'lsin, rahmat. Tayyorlagan xamirimizni ilib, yerlarini bir qator chiqarib etgandan keyin cho'ng kishilikni o'zimizning amaliy ahvoliga qarab bilib olib, zul tutib buni 15 minut atrofida yaltiraqlan yo'g'ga tindirib qo'yamiz. Vaqt to'shqandan keyin jildining qilliqini nipizroq qilib echilib, baya tayyor qilib qo'ygan qiymimizni ustiga ilib, yana bir tal ichib tayyor qilib qo'ygan jildimizni ustiga yepib bilan sho'risini bo'lsa suratdagidek mana shunday nayt chiroyli holatda gul chiqarib qatlab tayyor qilib olsak bo'ladi. Ondan qozon ko'proq miqdorda may qo'yib, mayning temperaturasini normal holatda tanshab, tayyor qilib olgan pörimizni silib, oldi-keyinni normal holatda sarg'aytib bilan ilib olsak bo'ladi. Mana shunday qilib bizning nayt chürük bo'lgan, ham yeyishlik bo'lgan pörimiz tayyor bo'ldi. Amsa oxirida qo'llash nayt oddiy do'stlar. Faqat haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar seni ko'rishaylik, xayr xo'sh.